tovar nomini yoziladi. Budjet tanlanadi 150 ming so'm. Mana bu yerda mana o'zi beryapti. Bir tekisda reklamaga xarajat. Xo'p, mana ular kategoriyalari qarab tovarga nisbatan belgilanadi va plyus so'zlar, mana bular plyus so'zlar hisoblanadi. Pulini qo'yib chiqiladi mana bu yerga. Bu yanvarda sotilib, bu kartochka yopilgan, shuning uchun shuni ochib ko'rsatyapman. Xo'p. Mana bu minus so'zlar, ya'ni kalgotka deganda shu именно shu kalgotkaga borish kerak, mana plyus so'zlarga nisbatan. Bu tomondagisi minus so'zlar, ya'ni bu so'zlar yozganda chiqmas kerak. Shu holatda ana takrorlab boriladi. Asosiy bu yerda sotuv keltiradigan narsa mana bu plyus so'zlar hisoblanadi. Mana bunisi minus so'zlar. Mana bu yerda summalar o'sha tovaringizga nisbatan kimosh savdosi deymizmi biz, shu kimosh savdosiga nisbatan beriladi. Ya'ni uni o'zi aniqlaydi ular.